Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun siz uchun juda muhim, hatto hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu sizning har oylik daromadingiz, farovonligingiz va kelajagingiz bilan bog'liq. Bugundan boshlab pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Bu o'zgarishlar sizning pensiya to'lovlaringizga qanday ta'sir qilishini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumotlar hamma uchun emas, faqat bizning sodiq obunachilarimiz uchun taqdim etiladi. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu sizga eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib olish imkonini beradi. Keling, muammoning mohiyatiga o'tamiz. Oldinlari pensiya hisoblash tizimi ancha murakkab va ba'zida tushunarsiz edi. Ko'pincha fuqarolar o'zlarining pensiyalarining qanday hisoblanganini, qancha qo'shimcha to'lovlar borligini to'liq bilmasdilar. Ayniqsa, stajni hisoblashda, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ishda, qo'shimcha imtiyozlarni olishda qiyinchiliklar mavjud edi. Ba'zan odamlar nafaqaga chiqqanlarda kutganlardan ancha kamroq pul olishganini bilib hayron qolishardi. Bu esa adolatli pensiya ta'minotiga bo'lgan ishonchga putur yetkazardi. Shuningdek, hujjatlar bilan bog'liq byurokratik to'siqlar, navbatlar ham ko'pchilikni bezovta qilardi. Pensiya tizimini raqamlashtirish jarayonlari sekin edi. Bu esa ma'lumotlarni qayta ishlashda kechikishlarga sabab bo'lardi. Pensiya miqdorlari inflyatsiya darajasiga har doim ham mos ravishda oshirilmasligi tufayli pensiyaning xarid qobiliyati pasayishi kuzatilardi. Minimal pensiya miqdori kun kechirish uchun yetarli emas edi. Bu esa nafaqaxo'rlar orasida ijtimoiy qatlamlararo farqni yanada oshirar edi. Endi esa bugundan boshlab bu tizimda qator jiddiy o'zgarishlar joriy etildi. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarning moddiy ahvolini yaxshilash, pensiya hisoblash jarayonini shaffoflashtirish va imtiyozlarni kengaytirishga qaratilgan. Yangi qoidalar pensiya ta'minotini yanada adolatli va ochiq qilishni maqsad qilgan. Bu qoidalar orqali pensiya miqdorlari inflyatsiyadan himoyalanishi, stajni hisoblashda yangicha yondashuvlar qo'llanishi va qo'shimcha imtiyozlar joriy etilishi kutilmoqda. Raqamlashtirish jarayonlari jadallashganligi tufayli endi ko'plab xizmatlarni masofadan turib olish mumkin bo'ladi. Bu esa vaqt va asabni tejaydi. Shu bilan birga minimal pensiya miqdorlari sezilarli darajada oshiriladi. Bu esa eng muhtoj qatlamlarga bevosita yordam beradi. Keling, bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, minimal pensiya miqdorlari va pensiya to'lovlarining indekatsiyasi. Bu eng muhim o'zgarishlardan biri. Ilgari pensiya miqdorlari har doim ham inflyatsiya sur'atlariga mos ravishda oshirilmasligi sababli nafaqaxo'rlarning xarid qobiliyati pasayishi kuzatilar edi. Bugundan boshlab esa pensiya miqdorlarining inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan holda muntazam ravishda indeksatsiya qilinishi qonuniy kafolatlab qo'yildi. Bu shuni anglatadiki, sizning pensiyangizning qadri va xarid qobiliyati saqlanib qoladi. Masalan, tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 75 yoshli Oysha buvi, 1 yillik ish stajiga ega. U har oy minimal pensiya miqdoridan bir oz ko'proq, taxminan 1.200.000 so'm pensiya olardi. Oysha buvi har oy dorilarga va kommunal to'lovlarga ancha mablag' sarflardi. Oldingi tizimda uning pensiyasi yiliga bir marta, ba'zida hatto kamroq oshirilardi, lekin narxlar har oy ko'tarilardi. Natijada Oysha buvining pensiyasi kundan kunga qadrini yo'qotardi. Endi esa yangi qonunlarga ko'ra inflyatsiya darajasidan kelib chiqib, uning pensiyasi masalan 1.370.000 so'mga ko'tarildi. Bu degani oyga 1.000 so'm qo'shimcha pul. Bundan tashqari, agar keyingi chorakda inflyatsiya yana 3%ga o'ssa, Oysha buvining pensiyasi ham kamida 3%ga oshiriladi. Bu Oysha buvi uchun katta yordam. Chunki u endi o'zining kunlik ehtiyojlarini qondirishda qiynalmaydi va hatto kichik nabiralarga biror shirinlik olib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu o'zgarish asosan minimal pensiya oluvchilar va umumiy pensiya miqdori mamlakat bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan past bo'lgan barcha nafaqaxo'rlar uchun juda muhimdir. Ikkinchidan, xizmat stajini hisoblashda yangi qoidalar va imtiyozlar. Bu ham nafaqaxo'rlarning ko'p yillik mehnatini adolatli baholashga xizmat qiladi. Ilgari stajni hisoblashda qator muammolar yuzaga kelardi. Ba'zi ish joylarida mehnat daftarchasiga yozuvlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi yoki umuman kiritilmagan bo'lishi mumkin edi. Shuningdek, harbiy xizmat, oliy ta'limda o'qish davrlari yoki farzand parvarishi bilan bog'liq davrlar har doim ham to'liq hisobga olinmasdi. Yangi qoidalar bo'yicha endi stajni hisoblashda yanada kengroq davrlar
jumladan. Ayollarning farzand parvarishi ta'tilidagi vaqtlari, shuningdek shartnoma asosida ishlagan davrlar to'liq hisobga olinadi. Bu esa pensiya miqdorining o'sishiga olib keladi. Masalan, Samarqand viloyatidan 68 yoshli Ahmad aka kolxozda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Uning rasmiy mehnat staji 35 yilni tashkil qilgan. Lekin Ahmad aka o'z vaqtida 2 yil muddatli harbiy xizmatni ham o'tagan, ammo bu davr uning pensiya hujjatlarida to'liq hisobga olinmagan edi. Yangi qonunlarga ko'ra harbiy xizmat davri to'liq stajga qo'shiladi. Natijada Ahmad akaning staji 37 yilga yetdi. Pensiya hisoblashda har bir qo'shimcha yil staj pensiya miqdorini oshirishi ma'lum. Shu sababli uning pensiyasi oldingi 1 million 500 ming so'mdan endi 1 million 1 ming so'mga ko'tarildi. Yoki qarang, 2 yoshli Dilobar opa universitetda o'qigan davrda ham keyin farzandlarni tarbiyalash uchun 6 yil davomida ishdan ajralib qolgan edi. Avvalgi tizimda bu davrlar uning staji kiritilmagan. Endi esa yangi qonunchilikka asosan farzand parvarishi bilan bog'liq davr hamda o'qish davri uning stajiga qo'shib hisoblanadigan bo'ldi. Bu uning pensiyasini oldingi 950 ming so'mdan hozirda 1 million ming so'mga oshirishga yordam beradi. Ushbu o'zgarishlar ayniqsa uzoq yillar davomida ishlagan, ammo ma'lum sabablarga ko'ra staji to'liq hisobga olinmagan nafaqaxo'rlar uchun juda foydali. Uchinchidan, ijtimoiy imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarning turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan. Ilgari nafaqaxo'rlar uchun ijtimoiy imtiyozlar cheklangan edi va ularni olish uchun ko'pincha qator byurokratik to'siqlarga duch kelinardi. Endi esa ba'zi dorilar uchun subsidiyalar, jamoat transportida chegirmalar yoki bepul harakatlanish imkoniyati kengaytirildi. Shuningdek, uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiya toifadagi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha to'lovlar joriy etilmoqda. Bu imtiyozlar nafaqaxo'rlarning xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Masalan, Qashqadaryo viloyatidan 72 yoshli Mahmud bobo yolg'iz yashaydi. Uning ko'zlari yaxshi ko'rmasligi sababli muntazam ravishda shifokorga borishi va qimmat dorilarni qabul qilishi shart. Bu dorilarga va shahar ichidagi transportga ketadigan xarajatlar uning uchun katta yuk edi. Endi esa yangi tartiblarga ko'ra ko'rish qobiliyati past bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun ma'lum bir ro'yxatdagi dorilarga exil-pandiz chegirma taqdim etiladi. Shuningdek, jamoat transportida avtobus, metro bepul foydalanish imkoniyati ham beriladi. Bu Mahmud bobo uchun har oy 1 ming so'mga yaqin mablag'ni tejashga imkon beradi. Bu esa uning pensiyasining qariyb 25% degani. Yana bir misol, 65 yoshli Gulnora opa u nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Yangi qonunchilikka ko'ra uning uy-joy kommunal to'lovlariga nisbatan subsidiyalar miqdori oshirildi. Ayniqsa isitish mavsumida. U oldin oyiga 500 ming so'm atrofida subsidiya olgan bo'lsa, endi bu 500 ming so'mga ko'tarildi. Bu ham Gulnora opaning oilaviy byudjetiga sezilarli yordamdir. Bu o'zgarishlar ayniqsa nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar, yolg'iz yashovchilar va kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun juda muhim. 4-dan, pensiya hisoblashda raqamli tizimga o'tish va shaffoflik bu tizimning eng ilg'or tomonlaridan biridir. Ilgari pensiya hisoblash jarayoni ko'pincha qog'oz hujjatlar asosida amalga oshirilardi. Bu esa xatoliklar ehtimolini oshirar va jarayonni sekinlashtirardi. Fuqarolar o'z pensiyalarining qanday hisoblanganini tushunishga qiynalardilar. Yangi tizim esa pensiya hisoblashning to'liq raqamlashtirilgan mexanizmini joriy etadi. Endi siz shaxsiy kabinet orqali, masalan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali EDExpo orqali o'z pensiya hisobingiz holatini, stajingizni, to'langan ijtimoiy ajratmalarni onlayn tarzda ko'rishingiz mumkin. Bu nafaqat jarayonni tezlashtiradi, balki shaffoflikni ham ta'minlaydi. Har bir nafaqaxo'r o'z pensiyasining har bir tiyini qanday hisoblanganini bilish huquqiga ega bo'ladi. Masalan, Farg'onada yashovchi 10 yoshli Islom aka yaqinda nafaqaga chiqdi. U oldin pensiya hisobini tekshirish uchun pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga bir necha bor borishiga to'g'ri kelgan edi. Har safar navbat kutish, qog'oz hujjatlarni to'ldirish va ma'lumot olish uchun bir necha kunini sarflashiga to'g'ri kelardi. Endi esa yangi raqamli tizim orqali Islom aka o'z uyidan chiqmagan holda kompyuter yoki smartfon orqali EDExp veb-saytiga kirib, o'zining barcha pensiya ma'lumotlarini, stajini, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarini, hatto qancha pensiya olishini ko'rishi mumkin. Agar uning hisobida biron bir xato bo'lsa, u onlayn murojaat yuborishi va tezkor javob olishi mumkin.
Bu unga nafaqat vaqtini tejaydi, balki jarayonning shaffofligini ham oshiradi. Bu o'zgarishlar ayniqsa zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni biladigan yoshroq nafaqaxo'rlar va ularning yaqinlari uchun juda qulaydir. Endi esa bu qoidalarning istisnolari, tuzoqlari va noaniq jihatlariga to'xtalib o'tamiz. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi bu yerda ham ba'zi nuanslar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ortiqcha bosh og'riqlardan xalos qiladi. Birinchidan, kimlar xavotir olmasligi kerak va kimlar albatta harakat qilishi lozim. Agar sizning pensiya to'lovingiz to'liq rasmiylashtirilgan bo'lsa va muntazam ravishda sizning hisobingizga kelib tushayotgan bo'lsa va sizning stajingiz bilan bog'liq hech qanday muammo bo'lmagan bo'lsa, ehtimol sizning pensiya miqdoringiz avtomatik ravishda qayta hisoblanadi va oshiriladi. Siz uchun qo'shimcha harakatlar talab qilinmasligi mumkin. Bu o'zgarish asosan umumiy darajada va avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Biroq agar sizning mehnat daftarchangizda chalkashliklar bo'lsa, stajingiz to'liq hisobga olinmagan bo'lsa yoki siz ilgari imtiyozli pensiya huquqiga ega bo'lgan bo'lsangiz, buni bilmagan bo'lsangiz yoki sizning ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, u holda siz albatta pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Masalan, agar sizning mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa yoki undagi yozuvlar o'qilmaydigan darajada bo'lsa, sizga qo'shimcha hujjatlarni taqdim etish talab qilinishi mumkin. Shu kabi holatlarda aktiv harakat qilish zarur. Ikkinchidan, norasmiy staj bilan bog'liq vaziyatlar. Bu ko'pchilik uchun dolzarb masala. Ko'pchilik odamlar hayotlarining ma'lum davrlarida norasmiy ravishda, ya'ni mehnat shartnomasiz yoki ijtimoiy ajratmalarsiz ishlagan bo'lishlari mumkin. Avvalgi tizimda bu davrlar pensiya stajiga umuman kiritilmasdi. Yangi qonunchilikda bu borada ma'lum bir yengilliklar ko'zda tutilgan. Ba'zi hollarda guvohlarning ko'rsatmalari asosida mahalla faollari yoki ish beruvchidan olingan arxiv ma'lumotlari asosida norasmiy ish stajining bir qismi hisobga olinishi mumkin. Ammo bu har doim ham oson emas va ko'p hujjatlashtirishni talab qiladi. Masalan, Qashqadaryoning bir chekka qishlog'ida yashovchi etam yoshli Saodat buvi umrining 50 yilini xususiy tomorqada dehqonchilik qilib o'tkazgan. Bu davrda u rasman hech qayerda ishlamagan va ijtimoiy sug'urta badallari to'lamagan. Yangi qonunlarga ko'ra qishloq xo'jaligida, ayniqsa dehqon xo'jaliklarida ishlagan shaxslarning staji ma'lum bir tartibda tan olinishi mumkin. Buning uchun Saodat buvi mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilib, guvohlarni topishi va mahalladan ma'lumotnoma olish kerak. Bu ma'lumotnomalar pensiya jamg'armasida ko'rib chiqiladi va agar tasdiqlansa, uning norasmiy stajining bir qismi hisobga olinadi. Bu uning pensiyasiga kamida 70 ming so'm qo'shimcha olib kelishi mumkin. Bu jarayon murakkab bo'lsa-da, imkoniyat mavjud. Uchinchidan, turli pensiya turlari uchun farqlar. Pensiyalar mehnat pensiyasi, nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi turlarga bo'linadi. Bu o'zgarishlar barcha turdagi pensiyalarga bir xil darajada ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, mehnat pensiyasi miqdorining oshishi staj va ish haqi bilan bevosita bog'liq bo'lsa, nogironlik pensiyasining oshishi tibbiy komissiyaning qaroriga va nogironlik guruhiga bog'liq bo'ladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa marhumning staji va ish haqi hisobga olinadi. Har bir holat individual ko'rib chiqiladi. Masalan, 45 yoshli Gulchehra opaning turmush o'rtog'i yaqinda vafot etdi. Uning farzandlari yosh bo'lganligi sababli Gulchehra opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini rasmiylashtirdi. Yangi qonunlarga ko'ra marhumning oxirgi 5 yillik ish haqi va stajini hisoblashda eng foydali variant tanlanadi. Bu degani, agar marhumning maoshi hayotining oxirgi yillarida yuqori bo'lgan bo'lsa, bu uning oilasi uchun yanada yuqori pensiya olish imkonini beradi. Bu Gulchehra opaning oilasiga moddiy yordamdir. To'rtinchidan, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har qanday yangi qonunlar va o'zgarishlar paydo bo'lganda firibgarlar ham faollashadi. Sizga qo'ng'iroq qilib o'zingizni pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirib, go'yo pensiyangizni qayta hisoblab beramiz deb bank kartangiz ma'lumotlarini so'rashlari mumkin. Hech qachon o'zingizning bank kartangiz raqamini, PIN kodini, CVV kodini yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini hech kimga bermang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Shubhali qo'ng'iroq yoki xabarlarga duch kelsangiz, darhol aloqani uzing va pensiya jamg'armasining rasmiy aloqa markaziga yoki mahalliy bo'limiga murojaat qiling.
Firibgarlar pensiyangizni oshirish bahonasida sizni pul o'tkazmalarini amalga oshirishga undashlari ham mumkin. Esingizda bo'lsin, hech qanday rasmiy pensiya xizmati uchun pul to'lamaysiz. Endi esa amaliy maslahatlar, sizning harakatlaringiz qanday bo'lishi kerak? Birinchidan o'z pensiya to'lovingizni tekshiring. Bu eng birinchi va eng muhim qadam. Pensiya jamg'armasi avtomatik ravishda barcha pensiyalarni qayta hisoblab chiqishi kerak. Lekin siz o'z pensiyangizni tekshirib, o'zgarishlarni bilib olishingiz shart. Buning bir necha yo'li bor. 1. Bank orqali. Agar pensiyangizni bank kartasiga olsangiz, mobil banking ilovangiz orqali yoki bankomatdan ko'chirma olib, oxirgi to'lov miqdorini tekshiring yoki bankka borib so'rang. Yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali ID orqali. Bu eng qulay usul. www.to'qmat.g'ib.uz veb saytiga kiring. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'ting. So'ngra pensiya ta'minoti bo'limiga o'tib, pensiya miqdori va staj haqida ma'lumot olish xizmatini tanlang. U yerda siz o'z pensiya miqdoringizni, stajingizni va boshqa barcha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu xizmat 24/7 ishlaydi va sizga barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim etadi. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lmasa, bu borada yoshroq oila a'zolaringizdan yordam so'rang. Ikkinchidan, qayerga murojaat qilish kerak? Agar sizda savollar paydo bo'lsa, pensiyangizda xatolik deb o'ylasangiz yoki qo'shimcha imtiyozlarga ega ekanligingizni aniqlasangiz, quyidagi tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. 1. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari bu eng asosiy instansiya. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borib, mutaxassislar bilan maslahatlashishingiz mumkin. Ular sizga barcha savollaringizga javob berishadi va kerak bo'lsa, ariza yozishda yordam berishadi. 2. Mahalla fuqarolar yig'inlari ba'zi hollarda. Ayniqsa, norasmiy staj tasdiqlashda yoki ijtimoiy imtiyozlarni olishda mahalla faollari sizga yordam berishi mumkin. Ular sizga kerakli ma'lumotnomalarni berishadi yoki tegishli tashkilotlarga yo'naltirishadi. 3. Xalq bankining pensiya to'lovlari bilan shug'ullanuvchi filiallari. Agar sizning pensiyangiz Xalq banki orqali to'lansa, siz bankka murojaat qilib pensiya hisobingiz holati to'g'risida ma'lumot olishingiz mumkin. 3-dan, qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Agar siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilsangiz, odatda sizdan quyidagi hujjatlar talab qilinadi. 1. Pasportingiz, asli va nusxasi. 2. Pensiya guvohnomasi, agar mavjud bo'lsa. 3. Mehnat daftarchasi, asli va nusxasi. Agar elektron mehnat daftarchasi yuritilgan bo'lsa, uning chop etilgan nusxasi yoki elektron ma'lumotnomasi ham qabul qilinadi. 4. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar siz pensiya hisoblash uchun 2005 yilgacha bo'lgan ish haqingizni tasdiqlashni istasangiz, bu ayniqsa muhim. So'nggi 10 yildan istalgan ketma-ket 5 yillik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar pensiya miqdorini hisoblashda eng yaxshi ko'rsatkich bo'ladi. Agar sizda bunday ma'lumotnomalar bo'lmasa, siz avvalgi ish joyingizning arxiviga yoki tashkilot joylashgan joydagi davlat arxiviga murojaat qilishingiz mumkin. 5. Imtiyozlarga ega ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar siz imtiyozli pensiyaga, nogironlik pensiyasiga yoki boshqa qo'shimcha to'lovlarga haqli bo'lsangiz, masalan, nogironlik guvohnomasi, harbiy xizmat guvohnomasi, orden va medallar, farzand tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, ularning asl nusxalari va nusxalari. 4-dan, qanday ariza yozish kerak? Odatda pensiya jamg'armasi bo'limida standart ariza blankalari mavjud bo'ladi. Sizga u yerda ariza to'ldirishda yordam berishadi. Agar siz o'zingiz yozmoqchi bo'lsangiz, arizangizda quyidagilar aks etishi lozim. 1. Kimga? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'lim boshlig'iga. 2. Kimdan? FIO, yashash manzili, pasport ma'lumotlari, telefon raqami. Arizaning nomi, pensiya miqdorini qayta hisoblash to'g'risida yoki stajni aniqlash to'g'risida va hokazo. 4. Murojaatning mohiyati, masalan, yangi qonunlarga asosan pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman. Tajimga davrni qo'shishni so'rayman va hokazo vaziyatga qarab. 5. Sana va imzo. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun nihoyatda foydali bo'ldi. Pensiya tizimidagi bu o'zgarishlar sizning hayotingizga ijobiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalaning. Unutmang, bu ma'lumotlar sizning moddiy farovonligingizni yaxshilashga yordam beradi. Agar sizda biron bir savol tug'ilgan bo'lsa yoki o'z fikringizni bildirishni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Biz har bir izohni diqqat bilan o'qib chiqamiz va imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoni do'stlaringiz
va yaqinlaringiz bilan ham baham ko'ring. Axir bu ma'lumot boshqalar uchun ham juda muhim bo'lishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' va salomat bo'ling.